Reverim show uchun yasalgan qutini Abdurahmon Fozilov mashina bilan urib sindirib olgan bo'lsa, ana endi biz mashinani tepib sindirmoqchimiz. Uning uchun O'zbekistonimizning terma jamoasini yulduzlarining oldiga Hojimat Erkinov hamda Abdurahmon Okalar, 3 tadan imkoniyat beriladi. Tepib sindirib olishinglar kerak bo'ladi. Agar sindirib olsanglar, iPhone 17 oranjevisidan addushi. Kim birinchi boshlaydi, okalar? Men boshlayman. Ketdi. Let's go. Ko'ramiz, qani qanchalik. Men atga turib olishim kerak kech. Varata tomonga turib olaman siz uchun, qaytarish uchun. Go. Afsus, birinchi udar neudachniy bo'ldi. Buni kadrdan olib tashlaymiz. Ikkita tepishingiz qoldi. Bitta narsani ana hisobga olish kerak, oyoqlarida takoy kechir, yumshoq narsa kiyyaptilar. Mayli, bu bahona bo'la olmaydi. Yo'q, hech narsa qilmadi. iPhone 7 bormi o'zi aka? Yo'q, iPhone 7. Yo'q, Mana harakat qilayotgan ekansiz. 3-udar, so'nggi udar ko'ramiz. Xuddi shu joyi tegdi, sinmadi. Xuddi shu joyiga tegdimikan deyapman. Men ham teshakdi. Sinmas ekan bu. Nima deb o'ylaysiz, Hojimat aka? Sinadimi, sinmaydimi? Sinadi. Qattiqroq kerak. To'g'ri. Ko'ramiz Abdurauf akani ko'raylik endi. Qattiqroq, chempionat Azel, Iltimos. Tark etdingiz ana. Nima bo'lar ekan, ha? Buni poylang, ulan poylang. Mani poylamaydi. Afsus, birinchi zarba sal peshib ketdi, lekin nima deymiz? Davom etamiz. Yana ikkita zarba qoldi. Ketdi aka. Yomon tegdi, lekin Mahmudga berib bori bu. Kardan treshina bo'ldi. Uni qalbi sindi nima. So'nggi zarba ko'ramiz. Cho'tti mashina ko'pdi, haqiqatan ko'pdi-ku, Mahmudga ham aniq berib yubordi, udar berib yubordi. Let's go! Sindimi? Ya, gap yo'q. Yana bittam, bo'ldi, mana Hojimat akaga prosta teparga. Prosta tapishini ham olib qo'yish kerak. Prosta tak deb bo'ldi. Optirim havoda dalil bor. Ya buni butun Sony jamoasi bilan tepsiz ham foydasi yo'q, aka. Buni faqat katta bolalarga qo'yib bering, bo'ldi. Katta bolalar hal qiladi. Ya, bunaqa yaqindan. Sinmadi. Haqiqat egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi jigarlar. Shuni bilib olinglar bo'ldi. Ko'rdinglar, akalarimiz zarbalarni qattiqini berishdi, lekin sinmadi. Nima deb o'ylaysizlar, akalar? Kim tepsa buni sindira oladi yoki imkoniyati bor sindirish? Endi legendalarga murojaat qilish kerak, Server aka Jeparovga. Xo'p. Odil Ahmedov. Bo'ldi, mana shu videoning tagida Odil aka bilan Server Jeparovni kommentariyada qoldiringlar. Keyingi videoda xudo xolasa ularga tepib turamiz, ko'ramiz, sindirishni oladi. Va sizlarga sovg'a bor, обязательно esdalik uchun, yoshlarga addushi motivatsiya uchun, futbolni sevadiganlar uchun Hojimat Erkinovdan bitta addushi forma hamda Abdurauf Borovdan ham addushi bitta forma. Kommentariyada xohlagan narsani yozib qoldiringlar. Hammaga qulay bo'lgani bir yozib qoldirsanglar 30-oktyabr kuni shu formalarni ham sizlarga topshiramiz. Akalar, rahmat. Addushi yoshlarga 2 oz motivatsiya bo'lsa, mayli. Sony kuzatinglar birinchi o'chir. Sonyni kuzatinglar, bo'ldi. Reverim showda ko'rishguncha jigarlar.